Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'dan yordam so'rab, tafsir darsimizni davom etkazamiz. Baqara surasining 4-oyatiga to'xtalgan ekanmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Baqara surasining 4-oyati: "Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik va bil akhirati hum yuqinun." Ma'nosi: taqvodor bo'lgan insonlar ey Muhammad alayhisalom sizga nozil qilingan Qur'onga iymon keltirishadi deyapti. Va ma unzila min qablik va sizdan oldingi payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ham iymon keltirishadi. O kitoblar Zabur va Tavrot va Injil. Va bil axiratihim yuqinun, ular oxiratga haqiqiy ishonadigan insonlardir deyapti. Alloh taolo mana bu oyatda taqvodor bo'lgan insonlar Alloh taolo sifatini bayon qilyapti. Taqvodor bo'lgan insonlar 3 ta sifatni Alloh taolo bayon qilyapti. Birinchisi vallazina yu'minuna bima unzila ilayk. Ey Muhammad alayhisalom sizga nozil qilingan Qur'onga iymon keltirishadi deyapti. Qur'onga iymon keltirish qanday? Qur'onga iymon keltirishlik, Qur'on nimani halol degan bo'lsa shuni halol deyishlik. Nimani harom degan bo'lsa shuni harom deyishlik. Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa buni qilishlik. Qur'on nimadan qaytargan bo'lsa shundan qaytishlik. Mana bu Qur'onga iymon keltirishlik bo'ladi. Bu birinchi taqvodor odamlar sifati. Ikkinchisi va ma unzila min qablik. Ikkinchisi payg'ambar alayhisalomdan oldingi payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon keltirishadi. O kitoblar Zabur, Tavrot, Injil. Uchinchi sifati va bil akhirati hum yuqinun. Mana bu taqvodor bo'lgan insonlar oxiratga haqiqiy ishonadigan insonlar. Al-Ba's, ertaga o'lgandan keyin qaytarilishlikka haqiqiy ishonishadi. Al-Qiyama, qiyomat haqiqiy voqea bo'lishligiga ishonishadi. Al-Janna, jannat haqiqiy bor ekanligiga ishonishadi. Al-Jahannam, jahannam haqiqiy bor ekanligiga ishonishadi. Al-Hisob, ertaga hisob kitob bor ekanligiga haqiqiy ishonishadi. Al-Mizan, ertaga yaxshi yomon amallar tortilishligi, ertaga qiyomat kunida yaxshi yomon amallar taroziga tortilishiga haqiqiy ishonadigan insonlar bo'ladi. Alloh taolo mana bu oyatda taqvodor bo'lgan insonlar 3 ta sifatini Alloh taolo bayon qildi. Alloh taolo hammalarimizni muttaqin va solih bandalardan qilsin.